ikki qiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Biz yaxshi o'rganib qoldik bu yoqlarga. Osiyoni kiyintirib bo'ldim, o'zim kiyindim. Endi faqat betim chizsam ketamiz. Kvartiradan mashq zalga. Kecha Osiyoga mana bu ortopedический oyoq kiyimni oldik. Buyurtma qilamiz deb borsak, tayyori bor ekan, kimdir zakaz qilib atkaz qilgan ekan, ana shuni Xudoyorlarga bitta deganda oldik. Bo'lsam, zakaz qilsak bir 3-4 kun kutishimiz kerak bo'ladi. Qora, lekin bo'ladi. Loyiq keldi. Ma. Borayotgan yo'limiz rosa quyosh. Majburimiz quyoshga qarshi turishga. Bo'ynim kuyib ketdi shunday kecha. Qishlog'imiz salqin. Shahar rosa issiq ekan. Borayotgan yo'limiz issiq rosa. Biz tayyormiz. Endi joyda yig'amiz va ketamiz. Mayli. Ha, ko'ramiz. Pipipga ketamiz. Nima deganing? Ana uflang yasarim. Ana uf qiling. To'ynasin. Osiyo bosh kiyimga ketdik. Sizlar ham ketasizlarmi? Burul Osiyo. Ke mayli, ke burla. Mana da burlasa. Chiqma bu yoqqa, chiqma. Qayt orqangga. Qayt. Burul, qayt. Qayt qizim.
Mana qiling. Osiyo, mana. Osiyo navbati keldi. Ko'ramiz endi yig'laydimi yo'qmi. Bugun Osiyo o'rganib yig'lamay olyapti. Mashqlarimiz. Swan, tutur. Tutur. Ketib qolaymi? Yo'qmi, shudimi? Voy maladis. Kecha soat 3 da somsayib, mana shu yo'ldan ketib borsak, bizni xona terasada oldi. Shunaqangi issiq qaynab yotib, konditsioner yo'q, ventilyatorlar ichkarida anondaydi. Zalda, boshqa xotinlar yotgan joyda. Nafas ola olmadik. Keyin shu xotinlar yoniga kirib, soat 4-5 gacha jon saqladik Osiyo bilan dam olib. Keyin chiqdimda, o'zim xonamda 3 ta gilam solingan ekan. Tashqariga ochib qarsillatib, qoqib, qo'llarini artib surib, tokchalarini artib, xonamni toza qilib oldim. Osiyo bilan faqat men yotibman o'sha xonada. Toza bo'lib qoldi, havolari tozalandi. Kechga borib salqinladi, Osiyoni cho'mildirdim, cho'milib oldik mazza qilib. Endi sharoitlar zo'r dedim-ku. Keyin kechga keyin haliga o'rtada ovqat qilindi, ovqatlandikda. Keyin kechki salqin qorong'ida chiqib tarvuz olib keldik. Uni ham o'sha xonadagi qizlar bilan o'rtada olib tarvuz yeb, keyin kirib dam oldik. Hozir xonamiz toza. Borib dam olamiz. Agar yana kechagidek qaynab yotgan bo'lsa, ichkariga zalga xotinlar oldiga kirib dam olib turamiz. Keyin yana bu yoqqa salqin tushgan ekan Osiyo bilan chiqamiz. Osiyo uxlab qopti, Osiyo kolyaskada hozir ko'rsatdim. Mana bugun Nazira opam kvartirada osh qilib beryaptilar o'z qo'llari bilan. Tandir oltidagi gazimizda. Gazga e'tibor qilmaysizlar. Qozonga ham e'tibor qilmaysizlar.
Endi anovichilik. Ha. Egasizlik dengda. Qozonlar, o'choqlar egasiz qolgan. Bo'ladi. Rosa chiroyli bo'pti. Anosi guruchlarni qarang, sakrab turishi. Xudo xohlasa pishganda ko'rsatamiz. Jo'radigan balasida chay chiqib ketmaydi. Chay chiqmaydi. Olasiz qoching. Men boryapman. Kirib uxlab qolgan. Emosiya. Inson omon bo'lsin. Yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Zut dushmanlar oldida yuzlaringiz Amin. Ilohim hammamiz sog' salomat o'ynab Amin. yurib. Azaban